Qo'ng'ir ayiq. Tianshan qo'ng'ir ayig'i nafaqat O'zbekistonning, balki butun O'rta Osiyo tog'larining eng noyob jonivorlaridan biridir. U boshqa ayiqlardan o'zining chiroyli ko'rinishi va kamyobligi bilan ajralib turadi. Bu ayiqning o'ziga xos belgilari bor. Uning juni och qo'ng'ir yoki sarg'ish qum rangida bo'ladi. Eng muhim belgisi panjalaridagi tirnoqlari oq rangda ekanligi. Shuning uchun uni xalq orasida oq tirnoqli ayiq deb ham atashadi. O'zbekistonda Chotqol, Hisor, Zomin tog'larida va qo'rxonalarida yashaydi. Ular archazorlar, tog'li o'rmonlar va sero't maydonlarini makon tutishadi. Ko'pchilik ayiqlarni faqat go'sht yeydi deb o'ylaydilar. Lekin Tianshan ayig'i ko'proq o'simlikxo'r hisoblanadi. Yangi chiqqan o'tlar va ildizlarni yeydi. Olma, do'lana, yong'oq va turli rezavor mevalar bilan oziqlanadi. U asal va chumollarni ham yaxshi ko'radi. Qish kelib kunlar sovigach esa ayiqlar qoyalar orasidagi kavaklarga yoki g'orlarga kirib uyquga ketadi. Ular bahorgacha to mart-aprel oyiga qadar hech narsa yemasdan uxlashadi. Shuning uchun ular kuzda ko'p ovqat yeb semirishi kerak. Bu ayiq turi juda kam qolgan. Shu sababli u O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Ularni ovlash qat'iyan taqiqlanadi. Ular tabiatda sanitar vazifasini bajaradi va tabiat muvozanatini saqlaydi. Bilasizmi, ayiqning bolalari juda kichik bo'lib tug'iladi. Ularning vazni atigi 400-500 gramm, xuddi bitta nondek keladi.